Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə deyilən xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Seprintorning 21 martdagi xabarga ko'ra, o'tgan necha 10 yilda millionlagan Xitoy g'arb davlatlariga berib, oliy ma'rifni qabul qilgan. Ularning ba'zilari hatto davlatning yuqori darajalik rahbarlariga aylangan. Masalan, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 370 nafar a'zosining taxminan 20% chet elda o'qigan. Hatto siyosiy byuroning hozirgi 24 nafar a'zosining 8i g'arb davlatlarida o'qigan. Lekin mushohida o'tkazilgan atalmish 2 yig'in orqali 3-navbatlik davlat raislik va Xitoy Markaziy harbiy komitetining raislik vazifasini boshlagan Shi Jinping Xitoyning siyosiy, ijtimoiy va kultural apparatlariga bo'lgan kontrolligini davomli kuchaytirishga urinayotgan bo'lib, buning ifodalaridan biri sifatida u asosiy qonunli hukumat, huquqni ayirish va adliya mustaqillik qatorliq atalmish g'arbning xato ideyalariga qarshi turish zaruriyatini va bu xil ideyalarning Xitoy xalqining haq-huquqlariga ziyon yetkazishi mumkinligini oshkora ta'kidlagan. Ma'rif sistemasida g'arbning ko'z qarashlarini chetga qiqish xohishi Shi Jinpingning Amerika rahbarligidagi dunyo tartibini o'zgartirishdagi yangi urinishining bir qismi deb qaralmoqda. Amerika Ovoz torining 23 martdagi xabarga ko'ra, Xitoy shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida so'z qilishiga to'sqinlik qilgan. To'lqin Ayso so'zini boshlashiga Xitoy vakili Mao Yizong noroziligini bildirish uchun so'z qilishni talab qilgan va mundaq degan: "Biz so'z qiluvchining salohiyatidan gumonlanishga haqliqmiz. U qandaqdir ommaviy tashkilotning vakili emas. Kishilik huquqni qo'g'dag'ich texim emas. Texim aniq aytganda u Xitoyga qarshi bo'lgunchi va zo'ravon unsur. Onun kishilik huquq kengashida bo'lgunchilik faoliyatlari bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasidagi muddao prinsiplarga, shundaqla kishilik huquq kengashining tartib qoidalariga og'ir darajada xilop." Xitoy vakilining noroziligidan keyin Amerika vakili Sam Berinbaugh so'z qilib, To'lqin Aysoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida so'z qilish haqqi borligini ta'kidlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Chex Jumhuriyatilik raisi Vaslav Barixmo ommaviy tashkilotlarning munozirada o'zlariga vakillik qilgan kishilarni tanlash erkinligi borligini eskartib, To'lqin Aysoning bayonotini tamomlash huquqi bor deb hukm chiqargan. To'lqin Ayso yer shariy kishilik huquq qo'g'dash ommaviy tashkilot tarafidan mazkur munozir bosqichida o'ziga vakolatan so'z qilish taklif qilingan. To'lqin Ayso kishilik huquq kengashidagi bayonotini oxirlashtirish oldida sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning dokladida bayqalgan natijalarga qaramasdan, mazkur kengashning bultur 10-oyda Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini muzokara kun tartibiga qo'yishdan ojiz kelganligiga bo'lgan echinishini bildirgan va mazkur kengashdan Xitoyning Sharq Turkistondagi og'ir kishilik huquq tafsilotchiliklari to'g'risidagi ayblashlarga jiddiy muomala qilishni talab qilgan. Al Jazeera torining 23 martdagi xabarga ko'ra, Amerika prezidenti Jo Bayden 22 mart Amerikadagi va butun dunyodagi musulmonlarning Ramazon oyini tabriklab bayonot e'lon qilgan va bayonotida Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarni tilga olib, biz o'z ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashib, dunyoning har qaysi joylarida bostirishga uchrayotgan musulmonlarga, Xitoydagi Uyg'urlarga, Birmadagi Rohingyaliklarga va boshqa joydagi musulmon jamoatlarga yordam beramiz degan. Halbuki tahlilchilar garchi Baydenning mazkur bayonotida Uyg'ur masalasini tilga olganligi yaxshi signal bo'lsa-mu, uning Xitoyga bo'lgan tutumining irqiy qirg'inchilik sodir qilyotdi deb qaralgan qabih hokimiyatga qartilishi kerak bo'lgan tutumdan bakli yumshoq bo'lib qelyotganligini, hamda mazkur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun besilgan konkret qadamlarning hali ham bakli yetarsiz ekanligini bildirishgan. Seprintorning 23 martdagi xabarga ko'ra, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining uyushtirishi bilan 11 va 12 mart kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi ochilgan bo'lib, yig'ilishcha mazkur kurs Uyg'ur yoshlarining xalqaro kishilik huquq qonunlariga tayinib, vatan millat davosining unumini oshirishiga turtki bo'lishi maqsad qilingan. 2 kun davom qilgan kursda doktor Asad Sulaymon o'tmishdagi va bugungi unutilg'usiz saboqlar, yaqinqi zamon Uyg'ur tarixidagi sal qaralgan taraflar va fojialar, Professor Farruxshan Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida texmi unumli kurash qilish usullari, Professor Doktor Alaydin Yalchinkaya xalqarada Uyg'ur qirg'inchilik diplomatiyasi degan temalarda leksiya so'zlagan. Reuters agentligi torining 23 martdagi xabarga ko'ra, Amerika Qonun palatasining yangidan ta'sis qilingan Amerika bilan Xitoy Kompartiyasi orasidagi strategik raqobat alohida komiteti shu kuni ikkinchi qatimliq isbot anglash yig'ini ichib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik turkiy millatlarga qartilgan qilmishlarining Amerika hukumati aytgandek irqiy qirg'inchilik ekanligini o'ttirib qo'ygan
Mazkur komissiyaning Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan raisi Mike isbot anglash yig'inidan ilgari bu haqda muxbirlarga Sharq Turkiston vaziyatining Xitoy Kompartiyasining rahbarligi ostida dunyoning qanday holatga kelib qolganligi to'g'risidagi ogohlantirish deb qaralish kerakligini bildirgan. Bu isbot anglash yig'inida Gulbahor Xotivaji va Qalbi Nur Siddiq qatorliq lager shohidlari hamda Nuri Turkal, Adrian Ziniz qatorliq aloqador faoliyatchi va mutaxassislar guvohlik bergan. Lekin Xitoy bu jihatdagi izchil tutumini davomlashtirib, Amerika parlamentining bu faoliyatlarini fitna, ig'vo va yolg'onchilik deb ayblagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga aman.